4,5 million so'mdan oylik to'lov. Menimcha, bugungi kunda Toshkent shahrida hech qaysi novostroyka 4,5 million so'mdan oylik to'lov qilib bermayapti. Bugun biz Obod maskan turar joy majmuasiga kelganmiz. Bu xonadonlarimiz uchun gibridni rassrochka tizimi yo'lga qo'yilgan. Qanaqa bo'ladi? Qisqa tushuntirib o'taman. Boshlang'ich 30% to'laysiz. Keyin 36 oy davomida siz 4,5 million so'mdan to'lab borasiz va oxirgi 36 oy tugashi bilan siz yana qolgan 30%ni to'lab berasiz. Endi turar joy majmuamiz haqida alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 16 qavat shoshmay turingki, bu yerda elektr plita bo'lmaydi. Uyingizga gaz kirgan bo'ladi. Ruxsatnomalari olingan. Hozirgi kunda bo'lsa kotlovan ishlari ketyapti. Har bir domimizning tagida o'zini podzemniy parkovkasi bo'ladi. Xonadonlarimiz 50% bitgan holatda topshiriladi. Tashqi eshik va romlari qo'yilgan bo'ladi. Xonalarga bo'lingan bo'ladi, oq suvoq qilingan bo'ladi, tayyor va bonusiga bo'lsa duokonturli kotel qo'shib beriladi. O'zi turar joyimizni topshirish srogiga keladigan bo'lsak, 2027-yilning oxirgi choragida. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Uchtepa tumani, Ko'kchoqtepa ko'chasi, eski uy bozori o'rniga tushgan novostroykalarimiz. Bu bizani Art House kompaniyasi tomonidan bitirilgan loyihamiz. Bizani ikkinchi yangi loyihamiz bo'lsa, shundoq shu domlarimizning orqasida qurilishi boshlandi. Hammalarni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.